Assalomu alaykum. Bugungi darsda Microsoft Excel dasturida amaliy masala bilan ishlaymiz. Bugungi darsimizda bizada o'quv markazini hisobot jadvalini ko'rib chiqamiz va unga o'zlarimizga mos bo'lgan hisobotni tayyorlaymiz. Bu jadvalimizda bizada kurslar nomlari yozilgan, o'qituvchilarning odi ismi va qaysi soatda dars bo'ladi, qaysi kunlar bo'ladi, qaysi xonada bo'ladi va har bir xonada, har bir guruhda ichcha talaba borligini yozilib turibdi. Endi shu jadvalni biza hisobot jadvali moslashtirishimiz kerak. Biza bu yerdagi kurslar o'zi ichcha dona kursimiz bor. Qaysi yo'nalishda ichcha guruh o'qiydi va ichcha talaba o'qiydi, shuni aniqlashimiz kerak. Buning uchun men ishataman, bu yerdagi hamma kurslarni belgilab olaman. Tushunarli bo'lishi uchun shu yerda ko'rsatib olaman. Bu yerda yana bu yerga Ctrl V bilan ko'chirib oldim. Ctrl C bilan nusxaladim, Ctrl V bilan joylashtirdim. Endi данный menyuga kirib turib, bu yerdagi barcha ma'lumotlarni men dublikatlarini o'chirdim. Удалить дубликаты. OK tugmachasini bosgandan keyin bizada har qaysi yo'nalishdan bir-birdan qoldi. Va bu yo'nalishlarni yanadir kopiya ataman, Ctrl C va hisobot betima o'tib turib, bu yerdagi katakchalarga joylashtiraman. Yana bizada hamma kurslardan bir-birdan joylashtiriladi. Endi bizada guruh soni ichcha guruh bor. Android dasturlashdan, arxitektura va dizayndan ichcha guruh borligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun biza bu yerdan sanab chiqsak bo'ladi. Har qaysi bir guruhni. Masalan, arxitektura va dizaynda bizada 7 gruppa bor ekan. Va uni bu yerga men hisobotga yozishim mumkin. 7 guruh bor. Lekin har bir guruhni sanab chiqsam, biroz vaqt ketadi. Shuni aniqlashtirish uchun bizada счет если formulani qo'llasak bo'ladi bu yerda. O'ytiraman. O'sha birinchi katakcha Android dasturlash 5 oy to'g'risindagi B5 katakcha formula yozaman. Счет если tab tugmachani bossangiz, o'zi formulani chiqarib beradi bizga. Endi bu yerda formulani o'qiymiz. Счет если qausning ichida diapazon, nuqta virgul va kriteriyasini yozishimiz kerak ekan. Diapazon bu nerdan oladi ma'lumotni? Bu bizada baza betimizda A ustun to'liq egallab olamaydi. Baza unda belgi A dan 2.A. Bu degani shu yerda 1.048.576 dona xatar bor, shu hammasini olib oldi. Endi shu xatarning ichidan bu yana o'tibman, shu o'rinda nuqta virgul qo'yaman. Tugatildi. Hisobot beta o'tamandan kriteriyni belgilashim kerak. Kriteriy bizada shu Android dasturlash. Ustuna bosdim. Yana unda to'liq formulam yozildi. Diapazon va kriteriy. Enterni bosaman, hisoblab berdi. Haqiqatdan bir dona bizada Android dasturlash kursimiz bor. Endi shu formulani hammasini pastga tushirsam, hammasini sanab beradi. Arxitektura va dizaynda ichchadan bor, buxgalteriyada ichcha bor, hammasini hisobladi. Endi bu yerda biz sizlar bilan счет если formulani qo'llashni ko'rib oldik. Endi bizlar o'quvchi soni aniq qiziqarli bo'lib turibdi. Masalan, Android dasturlashda 8 talaba bor ekan. Arxitektura va dizaynda shularning hammasini belgilasak, 58 dona talaba bor ekan. Har birini shu alohida sanab o'tirmaslik uchun yana ham hisobot betima o'taman va Android dasturlashni to'g'risida C5 katakchani ichida formula yozaman. Summa если. Yanadir summa yes'ni saylab olib, tab tugmachani bosdim. Bu yerni formulani o'qiymiz. Diapazon, kriteriy, diapazon summirovание deb qo'ydi. Xuddi shu счет если o'xshaydi, lekin qo'shimcha diapazon summirovanieni qo'shishimiz kerak. Baza o'taman. Kurslarni diapazonni belgilab oldim. Shu yerda o'tmay turib nuqta virgulni qo'yaman. Hisobotga o'tib kriteriyni belgilayman. Nuqta virgulni qo'yaman. Nuqta virgul qo'ygandan keyin endi bizada diapazon summirovanieni belgilashimiz kerak. Nolani qo'shishi kerak. Shuni to'g'rinda katakchani tapadidan bu yerdagi sonni sanaydi va shunga mos bo'lgan hamma katakchadagi sonlarni yig'indisini topib beradi. Bizada Android dasturlash 8 chiqadi va arxitektura va dizaynda 58 chiqishi kerak shu. Hammasi qo'shilgandan keyin. Bu yerga qo'yildi. O'tmasdan qausni baklimandan enter tugmachani bosaman.
hisoblab berdi va undan pastga tushiraman. Yana bizada har bir yo'nalishda necha talaba borligini aniqlab berdi.